Yuzingizdagi toshmalar, doimiy charchoq yoki soch to'kilishi bular asosiy kasallik emas. Bular shunchaki oqibat. Asl muammo mutlaqo boshqa joyda. Chunki immunitet, kayfiyat, teri va hatto vazn bularning barchasi ichak bilan chambarchas bog'liq. Organizmdagi immun hujayralarining taxminan 70% ichaklarda joylashgan. Baxt gormoni hisoblangan serotoninning 90% ham aynan ichakda ishlab chiqariladi. Shuning uchun tez-tez shamollash, kayfiyat o'zgarishi yoki teri muammolari bo'lsa, ba'zan sabab ichaklarda bo'lishi mumkin. Sababi shundaki, ichaklar nafaqat ovqatni hazm qiladi, balki organizmga kirayotgan vitamin va foydali moddalarni so'rib olish jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Ichak sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash uchun oddiy 4 ta odat muhim. Birinchisi sabzavot, ko'kat va meva iste'mol qilish. Ikkinchisi kuniga 1,5-2 litr suv ichish. Uchinchisi shakar va tayyor ovqatlarni kamaytiring. To'rtinchisi har kuni 30 daqiqa yuguring. Bundan tashqari ayrim sof va organik mahsulotlar ham ichak faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin. Masalan, Sunnah produktning ayrim tabiiy mahsulotlari shunday qo'llab-quvvatlovchi vositalardan biri hisoblanadi. Ichak sog'lom bo'lsa, ko'pincha organizmning boshqa tizimlari ham o'zi muvozanatga keladi. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ulashib qo'ying.